Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Chilonzor tumanidagi Dream Parkdamiz va ushbu parkimizdagi bugun qiladigan ishimiz o'zbekcha so'zlarni rus tiliga tarjima qilib chiqish. Agar siz rus tilida so'zlarni, lug'atlarni ko'p yodlashga qiynalayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Biz T2 texnikasini ishlab chiqamiz, ya'ni tabiiy til texnikasini. Ushbu texnika qanaqa qilib ishlaydi? Men vizual tarzda sizga buyumni yoki bo'lmasam vaziyatni ko'rsataman va o'zbek tilidagisini va rus tilidagisini sizga aytaman. Va natijada siz ham vizual tasavvurga ega bo'lasiz, ham o'zbekcha, ham rus tilidagi tarjimasini eshitasiz va ichingizda tasavvur qilasiz. Agar siz uni yozsangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Demak, boshladik. Endi Dream Parkni asnoviy ajratib turadigan narsa bu uni ko'li. Demak, ko'l rus tilida ozero deyiladi. Qadama-qadam nimani ko'rsak, o'shani rus tilidagi tarjimasini aytib ketaveramiz. O't, trava deyiladi. Daraxt, дерево, archa, yo'lka deyiladi. Sahna bizda scena deyiladi. Demak, bizda to'siq, reshotka, buni endi o'zbek tilida, rus tilida aralashib ishlatamiz, lekin reshotka deyiladi. Xo'p, kema bizda lotka deyiladi. Agar motorli bo'ladigan bo'lsa, motornaya lotka, agar qayiqli bo'ladigan bo'lsa, oddiy lotka deyiladi. Demak, taqiqlangan degani запрещенный. Ya'ni, misol uchun, musor tashlash taqiqlanadi, suzish taqiqlanadi, ovqat berish taqiqlanadi. Это все запрещается. Запрет, taqiq. O'zbek tilida oqqush, rus tilida esa lebedь deyiladi. Qushni uyasi bo'lsa, gнездо deyiladi. Demak, ushbu qushning uyasi esa птичье гнездо, ya'ni qushning ina deb tarjima qilinadi. Ko'prik, ko'prik rus tilida most deyiladi. Ko'prik o'zi ham temirdan qilingan ekan, железный most deyiladi, ya'ni temirli ko'prik bo'lsa, железный most. Demak, g'oz bizda go'sh deyiladi, o'rdak bo'lsa, utka deyiladi. Va ikkalasi ham hozir dam olyapti. Они отдыхают, ya'ni dam olish, отдыхать. Adashmasam bu yerni sohil qilishmoqchi bo'lgan. Ya'ni sohil rus tilida bilamiz plyaj. Bu yerda baliqlar ham bor ekan mana. Baliqlar rus tilida рыба deyiladi. Rang-barang bo'ladigan bo'lsa, разноцветный bo'ladi. Mana bu turgan aylana rus tilida arka deyiladi. Ya'ni mana bu. Men bu yerda ko'rishingiz mumkin. Endi yaqindan hozir ham borib ko'rsataman. Bu narsa charxpalak, o'zbek tilida aytilsa, rus tilida karusel deyiladi. Demak, bu yoqda bizda bolalar uchun o'yingoh bor ekan. Bolalar uchun o'yingoh bizda детский площадка deyiladi. Ya, hattoki bu ham pullik ekan. Bu ham platniy ekan, ya'ni platniy pullik. Amerikanskiy gorka misol uchun mana shunaqa attraksionlarni nima uchun aytib ketmayapman degan savolingizga bitta javob. Chunki rus tilida ham attraksion, o'zbek tilida ham deyarli attraksion deyiladi. Endi juda ham ko'p xalq orasida mashhur bo'lgani uchun bu so'zlarga unchalik ahamiyat bermayapman. Hammasi har xil attraksionlar. Ya'ni misol uchun bunisi bolalar uchun bo'lishi mumkin. Это детский attraksion. Narigisi уже ozgina kattaroqlar uchun 12 yoshdan balandroq bo'ladigan bo'lsa, 12+, misol uchun bolalar uchun hisoblanadi. Men bilan misol uchun детский, ya'ni bolalar uchun bular ham. Razgovor uz onlayn rus tili maktabi bilan siz 3 oyda 0 dan razgovor darajasigacha chiqishingiz 100% kafolatlanadi. Darslar onlayn formatda Telegram platformasida bo'lib o'tadi. Bu degani siz bir kunda 25-30 daqiqa vaqt oralig'ida sarflagan holda rus tilini bemalol erkin o'rgansangiz bo'ladi. Bizda haftada 7 kun mobaynida dars bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida siz grammatikani video darslar orqali o'rganasiz. Undan tashqari 3 kunida esa ustoz bilan individual jonli razgovor darslarini o'rganishni davom ettirasiz va haftada 1 kun musiqali darslar bonus sifatida qo'shib beriladi. Bundan tashqari har bir grammatika darslarida sizga lug'atlar, ularning audiolari bilan birgalikda testlar va uyga vazifalar ham topshiriladi. Bugungacha bizda 1715 dan ortiq o'quvchilar kursimizda o'qib, allaqachon rus tilida erkin muloqotni boshlashdi. Shu sababdan ham natijaga, ya'ni 100% natijaga
Biz qonuniy shartnoma asosida kafolat beramiz. Biz bilan birgalikda rus tilini 3 oy ichida o'rganib, erkin razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, hoziroq pastdagi havolani bosib, kursdan ro'yxatdan o'ting, ya'ni o'zingizning telefon raqamingizni yozib qoldiring. Sotuv menejerlarimiz albatta sizga aloqaga chiqib, yanada to'liqroq ma'lumotni berishadi. Va men eng ko'p mazza qilgan tomonim ushbu parkda umumiy aylanish jarayonida hamma yoqda men охрана ko'rdim, ya'ni qorovullarni va Milliy gvardiya xodimlarini ko'rdim va qorovul o'zi aslida охрана deyiladi. Ya'ni bu so'z ozgina qo'polroq tarjima qilinishi mumkin yoki eshitilishi mumkin, lekin Milliy gvardiya xodimlari bizani qo'riqlash maqsadida hozir misol uchun 40 gradus issiqda, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan 40 gradus issiqda ham na o'tiryapti, na boshqa qilyapti. Bizani o'sha qo'riqlash bilan qanaqadir misol uchun park ichidagi qanaqadir jinoyatlarni oldini olishyapti. Va bilamizki, park bu aslida oilaviy joy, ya'ni семейное место это hisoblanadi. Aynan shu ham bizani misol uchun dam olishimizni, maroqli, orom olishimizni ta'minlab beradigan insonlar o'zi aslida. Bunaqa issiq, quyoshli kunda обязательно xuddi mana shunga o'xshagan soya qidirasiz. Soya degani teng degani. Yosh bolalar o'yingohida mana bunaqa batutlar ham bor ekan. Ne qizig'i? Batut. Mini batut. Xo'p, demak, ko'cha juda ham issiq bo'lgani uchun salqinroq joyga kira olishga qaror qildim. Ya'ni salqinroq degani прохладный degani. Прохладный so'zni murskiy yoki jenskiyligiga qarab o'zgaradi окончанияsi. Va birato'lasi ovqat yeb olishga ham qaror qildim. Ya'ni я же проголодался, ya'ni och qoldim, проголодался, ya'ni och qoldim. Yeb olish, кушать. Кушать ma'nosida keladi. Bugun biz siz bilan birgalikda Dream Park misolida yuzlab o'zbekcha so'zlarni rus tiliga tarjima qilib ko'rdik. Bu texnikasini siri aslida shundaki, endi siz parkka kelganingizda har qadamda mana shu men aytgan so'zlarni rus tilidagisini beixtiyor o'zingiz eslab aytishni boshlaysiz. Aynan bu texnikaning go'zalligi ham, siri ham shunda. Faqat eng muhimi bu so'zlarni yodlaganingizdan keyin обязательно praktika qilishingiz kerak yoki bo'lmasam yozib olgan bo'lsangiz ularni takrorlab turishingiz sizdan talab qilinadi. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, do'stlaringizga ulashishni ham unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.